Assalomu alaykum azizlar. Demak, bugun uchburchakning medianalari kesishgan nuqtada 2/1 nisbatda bo'lishini ko'rib chiqamiz. Bilamizki, uchburchakning medianalari kesishgan nuqtada uchidan boshlab hisoblaganda 2/1 nisbatda bo'linadi. Nega bunday bo'ladi? Dastlab EF ni tutashtiramiz. EF bizda o'rta chiziq bo'ladi. Ya'ni uchburchak yon tomoni o'rtalarni tutashtirgan chiziq, o'rta chiziq va u asosga parallel hamda asosni yarmiga teng. Misol uchun asosni 2A deydigan bo'lsak, o'rta chizig'imiz A bo'ladi bizda. Bilasizlar. Endi ketdi. EF bilan demak, EF bilan AB bir-biriga parallel bo'lib turibdi. Parallelligidan mana bu burchakni alfa desak, mana bu burchagimiz ham alfa bo'ladi. Mana bu burchakni beta desak, mana bu burchagimiz ham beta bo'ladi. O'z-o'zidan mana bu burchakni gamma desak, bunimiz ham gamma bo'ladi. Demak, bizda hosil bo'ldi EFG uchburchagi bilan mana bu nuqtani G deydigan bo'lsak, EFG uchburchak bilan AGB uchburchak bir-biriga o'xshash. Ya'ni EFG bilan AGB ni uchta burchaklari mos ravishda bir xil. Demak, uchburchak o'xshashligi xossasidan AGB da gammani qarshisida turgan 2A ni EFG da gammani qarshisida turgan A ga nisbati teng bo'ladi. AGB da betani qarshisida AG tomon turibdi. AG ni EFG da xo'sh, betani qarshisida bizda GF turibdi. GF ga nisbati. Bular qisqarib ketsa, demak AG ni GF ga nisbati 2/1. Mana 2/1 nisbatda bo'linishi. Demak, mana mediani 2/1 nisbatda bo'linadi. Tushunarli, o'xshashlikdan ketdik. Gammani qarshisida 2A ni, gammani qarshisida A ga nisbati, betani qarshisida AG ni, betani qarshisida GF ga nisbati 2/1. Qolganlarga ham xuddi shu tartibda qo'llab bemalol topib olishimiz mumkin. Ya'ni mana bunday o'rta chiziq o'tkazib turib, bu bilan buni parallelligidan o'xshashlik qilib, keyingilarini, xo'sh, mana buni o'tkazib turib, keyingilarini bemalol topib olishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.